Salom hammaga, meni kuzatuvchilarim, podpischiklarim, hammalari sog' omongina yuribsizlarmi? Ro'zalarni tutib, charchamasdan ilohim qilayotgan ibodatlaringiz qabul bo'lsin, tutayotgan ro'zalaringiz ijobat bo'lsin ilohim. Hammamizni kelasi yil mana shu ro'za Ramazonga yana yetkazish ilohim nasib aylasin. Meni podpischiklarim, kuzatuvchilarim, meni auditoriyam ko'ramiz aqlingizdagi insonni sukunatdan so'ng qanday qarorlarga kelganini ko'ramiz. Hozir ko'ramiz, obshi bir aqlingizdagi bilan obshi bir o'chirim qilmoqchiman. Uni holati, nima qilmoqchi, nima qilib yuribdi, munosabatlaringiz keyingida qanday davom etadi, shularni hammasini ko'rib o'tamiz. Ikkita karta tanlov qilsammikan deb o'ylovda qoldim. Karta ko'ramiz, hay bo'lmasa bir ikki xil karta ishlataman unda. Ikkita karta ko'ramiz hozir yana. Like bergan obuna bo'lganlar uchun shifoli ochirim bo'lsin, xayrli bo'lsin. Aqlingizdagi inson bilan ko'ramiz. Hozir obshi bir ochirim, keyin har bitta savolga bitta karta tashlab ko'ramiz. O'ta qaysar, o'ta injiq, xudbinroq, o'zini yaxshi ko'radigan inson deb turibdi. Nima sababdan bu mendan voz kechdi? Nima sababdan menga kelmayapti deb o'ylovda turibsiz, ikkilanishda nima bo'lgan? Lekin yaxshi ko'radi, sevadi, nimadir majburligi bor, buni orqasini qilib ketib turibdi. His-tuyg'ulari bo'lsa ham, yaxshi ko'rsa ham, nimadir bo'lgan bu yerda orqasini qilib ketib turibdi. O'tdan tushsa ham egardan tushmaydi. O'rtangizdagi munosabat uzoqlashgan, sovuqlashgan o'rtada. Lekin bir-birlaringizga qattiq bog'lanib qolgansizlar. Bir-biringizga siz yasholmaysiz, siz yasholmaysiz, urush janjal qilasizlar, yana qaytadan topishasizlar, munosabatlarni davom ettirishni ham bilmayapsizlar, tugatishni ham bilmayapsizlar. Mana shunaqa holatda turibsizlar, lekin u ozgina ko'proq oilasini, ko'proq farzandlarini o'ylab turibdi, bir qarorga kela olmayapti. Umid bor, lekin bu munosabat yana tiklanishiga umid bor. Hozirgi paytda o'zini ham umuman siqilib qo'ygan, настроенияsi yo'q. Har oddiy bir narsadan ham urush janjal chiqarib, xuddiki bir arazlab qoladigan holatlar bor bunda. Oddiy bir narsadan ham urush janjal, bir ignadan ham gap chiqarib, urushib, so'kib, mana shunaqalar qilib turibdi. Miyasi chalkash, o'y xayollarga berilgan. Hozirgi holatda qadam tashlashni ham, bu munosabatni to'xtatishni ham bilmayapti. Qayergadir ketishlaringiz bor. 6 kun, 6 hafta, 6 chisolarda 26 chislar bo'lishi mumkin yoki 6 kun, 6 soat, 6 soat, 6 kun, 6 hafta, 6 oylar ichida bu munosabatlar yana tiklanadi, yana munosabatlar davom ettirishi bor deb turibdi. Xullas, rejalaringiz bor bu bilan, yana qayergadir ketishlar yoki boshqa joyga ko'chishlar chiqib turibdi. Yana ko'ramiz. U sizni sevadimi, yaxshi ko'radimi? His-tuyg'ulari chinmi? Yolg'on aralash qilmayaptimi? Sizga bo'lgan his-tuyg'ulari samimiymi, yaxshi ko'radimi? Lekin bu munosabatda ozgina yolg'on aralashuvi bo'lgan deb turibdi. Tushkunlik, umidsizlikka tushib qolgansiz. Bir yaxshi, bir yomon, bir yaxshi, bir yomon. Uni munosabati shunaqa kechagi gapi bilan bugun to'g'ri kelmaydi. Yaxshi ko'rsa ham unchalik sezdirmaydi deb turibdi. O'ta hammasidan charchagan. Bu munosabatda siz ham charchagansiz, u ham charchagan. Qandaydir bu munosabatni yana davom ettirsam, yana oilam bilan masalan urush janjallar, tortishuvlar bo'ladi. Qo'rquvlar bosgan buni.
yana qadam tashlasam yana urush janjal tortishuvlar, lekin esimdan ham chiqara olmayapman deb turibdi bu yerda u inson. Lekin baribir boshida bir aldamchi bo'lgan, qandaydir yolg'on aralashuvi bo'lgan bu munosabatda boshlanishiga. Shunchakida kelgan, keyin уже sizni samimiyligingiz, sizni mehringiz, sizga bo'lgan unga bo'lgan hurmatingiz, unga bo'lgan his-tuyg'ularingizni ko'rib, o'zi ham sizga mehr qo'ygan deb turibdi. O'rtada yana qandaydir pul, mana shunaqa holatlar ham bor. Ko'ramiz. Nima qilmoqchi u? Qadam tashlab kelish niyati bormi? Qadam tashlab kelish niyati bormi? Ko'p aktyorlik qiladi bu inson. Ko'p narsalarni va'da beradi. Mana shunaqa qilaman, oxirigacha turib beraman deydi. Yana qarasangiz boshqacha rol o'ynaydi bu deysiz, lekin bu yana qadam tashlab keladi deb turibdi bu yerda. Xursandchiliklar bor, qadam tashlab kelishi bor. Bir uzoq safarlarga chiqishi bor, xursandchiliklar bu yerda. Siqilib turibsiz, u inson ham siqilib turibdi. Mana hozirgi paytda ko'z yoshlar bilan, siqilish bilan turibman, lekin u qanday holatda deyishingiz mumkin. Uni holati qanday? U ham shu holga tushib qolganmi? U ham o'ylayaptimi? U ham men haqimda biror narsa deb turibdimi? Siz haqingizda o'ylab turibdi, xayol qilib turibdi, siz bilan o'tkazgan damlaringizni eslab turibdi hozirgi paytda. Lekin bu yerda tortishuv bo'lib turibdi. Siz bu yoqdan tortyapsiz, u yoqdan tortib turibdi. Bu esa nima qilishni bilmayapti. Tugatishni ham, davom ettirishni ham bilmayapti. Juda qo'rquv ostida qolgan inson bu. Dokument ishlari, qog'oz ruchkali ishlari, sud ishi, viza ishi ham bor bu yerda. Ana shu taraflama ham unda qo'rquvlar bor, xursandchiliklar bor deb turibdi. Siz bilan munosabatni to'xtatib, yana yangidan munosabat qilganlar, siz esa bularni ko'rib siqilib turibsiz. O'tmish kimlargadir bu munosabat tugatmoqchi ham bo'lib turibdi. Hammasini tugatdim, уже bo'ldi deb yurgan insonlar ham bor. Bu hammaga ham to'g'ri kelmaydi, ayrim joylari to'g'ri kelishi mumkin. Bu kartadan ko'raylik. U bilan taqdir kelajagimiz birmi? Birga dальнейший yashab keta olamizmi? Munosabatlarimiz yaxshi oydinlikka chiqishi bormi deb ko'ramiz. Chunki bu munosabat ko'p insonlarning aralashuvi bo'lib turibdi. Gap so'z, dedi, g'iybat, tuhmat, xiyonat bo'lib turibdi. Lekin o'ziga qolsa, o'zini his-tuyg'ulari bor, yaxshi ko'rishi bor, yo'q emas. Lekin ko'proq o'zini judayam bir bu yerda katta tutadi. O'ta qaysarroq inson, injiqroq inson. Bu yerda homiladorlik ham chiqib turibdi. Qaysi birlaringiz homilador bo'lishlaringiz ham mumkin ekan. Lekin oydinlama yashash bor. Hali beri ko'p qiyinchiliklar, ko'p zahmatlar, ko'p ko'z yoshlar evaziga yaxshi kunlarni kelishi bor deb turibdi bu yerda. Bir qarorga kelish qiyin bo'lib turibdi. Bir qarorga kelish o'ta qiyin bo'lib turibdi. To'ylar, xursandchiliklar bor. Bu yerda ikki kishi qaysi birini tanlashni bilmayapti. Shunaqa holatda ham turibdi. Mana shunaqa jonlarim, o'zingizga tegishlisini olasiz. Xullas, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hayitlarni, bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar.